mumkin. Bu baliq senga maza qilib pishirib yeyishing mumkin. O, Rahmatjonim, mayli, men unda uyga ketdim. Tak, shuni yapamiz. Yo, короче, barchaga salomlar. Sizlar bilan Felix va do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Biz bugungi videoda baliq pishirib yeymiz. Videodan oldin shunga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bo'lmasa men videoni boshladim. Bo'lmasa men bu baliqni pishiraman. Iltimos, meni qo'yib yubor. Sen gapirdingmi, Rex? Yo'q, men baliqman. La'nat. Qanaqa baliq, ey? Sen yo'q, gapirolmaydi-yu. Jitlar, sizlar gapiryapsizlarmi? Yo'q, kim gapiryapti? La'natim, hech qisi yo'q. Men buni shunchaki pishirib yeyman. La'nati, g'alati safsatalar, jin ursin. Shuni sandiqqa solib qo'yamiz. Do'stlar, maza qilib bugun baliq pishiramiz. Tak, ko'mirim yo'q ekan. Iltimos, meni qo'yib yubor, odam bolasi. Jin ursin. Ey, sen gapiryapsanmi? Ha, men, rostdan ham men oltin baliqman. Meni qo'yib yuborsang 3 ta tilagingni bajo keltiraman. Jin ursin, rostdan ham do'stlar, baliq gapiryapti. Men bunga ishongim kelmaydi. Ey, jin ursin, to'xtanglar, buni uzoqroqqa borib tilagimizni aytamiz. Yo-mayo do'stlar, baliqni gapirishini qarang. Iltimos, meni qo'yib yubor. Mayli, faqatgina sening 3 ta tilagingni bajarasanmi? Ha. Qara, bo'lmasa menga juda ham ko'p almazli bloklar ber. Hozir beraman. Mana orqangga qara. Mos, orqangga qara. Mana tilaging bajo keldi. Jinursin, almazli blok qanday qilib? Jinursin, sen o'zing ham oltin baliqmisan? Ha, iltimos, meni qo'yib yubor. To'xta, endi ikkinchi tilagimni bajarasan. Yana 2 ta tilagim qoldi. Xo'p, mayli. Qara, ana bu akkreditsion bor-ku. Ha. Ana shu yoqda men tekinga jitelni jodulab qo'y. Hozir ana jodulandi. Endi maza qilib o'tishim mumkin. U senga indamaydi. Do'stlar, qani ketdik, biz uchamiz. Chiqish joyini qaranglar, do'stlar. Mal hech qisi yo'q. Jin ursin, tushib ketdim. Shu yer xavfli-da. La'nati. Iltimos, meni qo'yib yubor. To'xta, qisib tur, garang. Ana 2 ta tilagim qoldi. Buni olamiz. Tak. Aniq indamaydimi? Sendan gap eshitmaymanmi? Yo'q. Kayf qilib yuraman. Let's go. Pulni olmayman. Jinsi, o'stirib ishladim. Bu yerga qo'yib ketaver. Mayli, men ketdim-da. Yo'q, to'xta, chiqib ketaman. Mayli, chiqib ketishim mumkin. Jin ursin, do'stlar. Rostdan ham bu oltin baliq. Men ishongim kelmayapti. Rostdan ham oltin baliqmisan? Ha, men oltin baliqman. Menga ishon. Ha, mayli. Endi qara, 3-chi tilagimni bajarasan. Ha, mayli, 3-chi tilagimni bajaraman. Ayt. Короче, men nima deydi anu? La'nati, meni kanalimga obuna bo'lishsin va like bossin. Iltimos, bir haftadan keyin nima deydi 300 ta bo'lay. Mayli, tilaging bajo keltirildi. Bir haftadan keyin kanalingda 300 ta obunachi yig'iladi. Rahmat senga baliq. Endi meni ko'lga qo'yib yubor. Hozir seni ko'lga qo'yib yuboraman. Katta ko'lda mazza qilib suzib yurasan. Mayli, bora qol. Rahmat, odam bolasi. Yo'q, do'stlar, ana bu yoqdagi almazni olib ketamiz. Rostdan ham bir haftadan keyin men 300 ta bo'la olarmikinman? Buni sinab ko'ramiz. Siz shunchaki kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmang. Tak, do'stlar, biz ungacha ana uni olib ketamiz. Nima deydi? Yo-mayo. Ana uni olib ketaylik. Almazlarni baliq qo'yib berdik-ku. Tak. Do'stlar, men ishongim kelmaydi.
rostdan ham tilla baliq o'ylayapsizlarmi? Shuncha emas. Endi men boyib ketdim. Yaxshimki zo'r narsa tanladim. Chinorsumatni rasvo qilmay yana. Tak, buni olib ketamiz. Let's go bo'lmasa. Tak. Nice. Mazza qilamiz. Rusa buncha emas. Tak. Aha, buncha olmani solib qo'yaman. Va rusa bizani qishloqqa yangi bunker qurilyapti. Yaqinda suvli sunami kelar emish. Men bunga ishonmayotgandim, lekin rostdan ham suvli sunami kelar ekan. Va rusa bizaga temirli naqa qurildi. Mana attraksionlarga qo'shilib binolarimiz ham buzilib ketadi suvdan. Endi bilmayman qanday qilib omon qolarkin biz. Rostdan ham ruslar shuncha olmasa men tush ko'rganim yo'q. Baliq rostdan ham gapirdi. Yomg'ir yog'ib tashladi tezda. Tak, do'stlar bilan tezroq olamizda va men bularni sandiqqa qo'yib qo'yaman. Tak, bularni ham olaylikchi. Juda ham ko'p almazlar bor ekan. Уже 30 tadan o'tyapti. Tak, 33, 34, 35, 36 chiqsa kerak menimcha. Da bolalar hammasini olib oldik. Mana bu yoqdagi yerni to'g'rilab qo'ysam bo'ldi. Shunchaki bittadan 1, 2, 3 bloklar olamizda. Aytni to'g'rilab qo'yaman. Tak. Bitta blok ketsa kerak. Chunki buni tayini yopish shart emas. Mana bo'ldi, men ketdim. Buncha olmos bilan boyib ketamiz. Wow. Voy, sen almasdan qayerdan kelyapsan? Senga aytsam ishonmaysan, Najitel. Tak, bularni endi soni qizib qo'yamiz. Men boy bo'ldim. Rexni ham yopib qo'yishim kerak. U kasal bo'lib qolganda doktor birozgina tashqarida o'ynab yursin degan edi. Hoy baliqlar, sizlar ham oltin baliq emaslarmi? Yo'q, pishirib bo'lgan-ku bu. Qanaqasiga ayib oltin baliq bo'ladi. Tak, Rexni uyga olib kiraman. Rex, bira qol. Seni uyga olib ketishim kerak. Tezroq kira qolsang-chi. Tashqarida yomg'ir yog'ibdi, senga farqi yo'q. Tak, hozir kiradi menimcha. Dadasi kirdi. Okey, sen mana shunda hech kimga xalaqit bermasdan pastga tushishing kerak emas. Va do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Felix Uz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar. Va 3-tilagim amalga osharmikin bir haftada? Agar u 3-tilagim bajo kelmasa, men u oltin baliqni kabob qilib yeyman. Barchangizga xayr-omon. Sizlar bilan Felix bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.